Barchaga assalomu alaykum akalar. Bilasizlar, internetda hozir hamma o'zicha baxtiyor, o'zicha baxtli. Hammaning o'ziga yarasha muammosi bo'ladi, to'g'ri. Hamma ham ko'rsata olmaydi muammosini. Sizlarga hozir bitta katta muammoni ko'rsataman. Undan oldin bitta zo'rg'aram aytib o'taman, o'zim qilgan ishlarimni aytib o'taman. Akalar, aytganimdek oldin shu bo'ldi. Bu yer ayvon, bu yer hozir darvozxona bo'lgan joylarni ko'rsataman shu vaqtda. Keyin mana ko'cha taraf shu vaqt bo'ldi. Endi ichkani ko'rsataman sizlarga. Bash ko'rgan joylar hammasi shu vaqt yaqinda bo'ldi. Bu yerda leshnica qildik, buni ham aytib o'tib ketaman. Haligi aytgan polimiz bu yer ichkari shu bo'ldi. Hamma yer urvin, ichkari urvinda, tashqari devor urvinda bo'lgani uchun tashqarini qaralmadi. Bu yer ichkari tarafi urvinda bo'ldi. Hamma joyi atkoslar, hamma joyi o'z o'rnida. Podokonniki olib keldik. Endi sizlarga qilgan ishlarimizni aytib o'taman. Shu o'dan keyin shu bo'ldi, shu o'dan keyin ayvonga sterka qildik. 22 kvadrat. Shu o'dan keyin bo'lsa lestnica qildik. Har bitta o'zining odamning muammosi bo'ladi. Bu yerda muammo bo'ldi. Bu yerda taxta 2 sm ga, beton 2 sm ko'tarilib ketgan. Bunga e'tibor bermaganmiz, taxtadan ko'tarilib ketgan. Shu ham muammo. Xunuk ko'rinadi. Qolgan betonlar ham mana shunaqa 1 sm, yarim sm ko'tarilib qo'ygan. Boshida yaxshi bo'lgan bir ikkitasi. Keyin oxirgi kelib mana shunaqa joylarda bo'lib qolgan. Akalar, bu lestnica oxirigacha 60 sm chiqyapti. 60 sm bo'lsa, biz 9-10 sm dan qildik har bitta zinapayani. Bu yerda 8 tamiz zinapaya bor, 6 ta zinapaya bor. 1 2 3 4 5 6 ta zinapaya bor, 7 ta. 7 ta bo'lsa, biz buni 9 sm dan qildik. Endi bu zinapaya kecha tugadi. Akalar, bugun mana shu akfani o'rnashtirdik. Ochilib yopilishiga o'zingizlar baho berasizlar. Akfani yaxshi o'rnashtirdik. Bunisi endi har bitta odamning o'ziga yarasha muammosi bo'ladi deb aytib o'tgandim. Hamma ham baxtiyor bo'la olmaydi. Bugungi asosiy muammoni aytib o'taman. Mana shu eshik bo'ldi bizning muammomiz. Mana shu. Nimaga desanglar, akalar, qaranglar. Bu eshik hamma joyi yaxshi joyda. Buning muammosi yo'q eshikda. Bizning muammomiz birinchi eshikni qo'yolmayapmiz poldan oldin. Shu muammo bo'ldi bizga. Nimaga desanglar, endi qaranglar. Bu eshik 2-18 sm chiqdi. 2-20 chiqdi. Bu polimiz bo'lsa, polimizdan eshikning tepasigacha 2-16 chiqdi. Buni biz homini olgandik. Bu chunki munosib bor deb buni polni bunga eshikka qarab qo'ymaganmiz. Eshikka qarab polni urmaganmiz. Sig'adi deb o'ylagandim men. Eshikda eshik o'zi kitobida ichkariga ochilishi kerak. Biz planimiz bo'yicha ichkariga ochilishi kerak. Shuning uchun eshikni bu yoqqa ochiladigan qilib ertalab o'rnatgandim, ramkasini o'rnatgandim. Bunisi bilan ham qo'ygandim. Ochilgandi eshik. Bunisi ham ochilgandi. Lekin urvinga qo'ydim eshik ramkasini. Urvinga qo'yishim bilan qatirib qo'ydim penani qatirib qo'ydim. Bu keyin penaga tegib bo'lmaydi. Pena qatgan qo'yilgandan keyin tegib bo'lmaydi. Bilasizlar, 2-3 soatda qatadi bu. Ertalab qo'ygandim. Bittan keyin shuni eshikda o'rnashtirib, ruchkasini qo'yib turib, men ekan bir mana temirni qo'yib qo'ysam bo'ldi-da deb. Akalar, eshikni bitta ochgandim. Qo'yib turib bitta ochgandim. Tirillab qolsa bo'ladimi?
Voy, endi bu nima dedim. Nima qilsam bo'ladi dedimda. Men penani kesdim, iloji yo'q. Urgingdan chiqarib mana tepdim, ichkariga kirgizdim. Ichkariga kirgizgan sopiga buriladi bu. Burilgan tag ko'tariladi. Ashunga ochilamkin desam, baribir tegib qoldi. Akalar unisi ishonsangiz, mana bir yaxshi edi. Bu ham tegib qoldi o'zidan o'zi. Bir yaxshi ochilayotdi. Bu mayli buni eplab hozir shu turgan holatida yaxshi ochiladigan qilsak bo'ladi, lekin ertaga bu yerga beton qo'yib, buni ochiladigan qilsak, beton poldan past bo'lib qoladi. Bu xunuk ko'rinadi. Keyin bu yerga gilam qo'yilsa, обязательно bu yerga ham gilam qo'yiladi. Beton ustidan. Keyin nima bo'ladi ekan eshik ochilmay qoladi. Ashunga nima qilsam ekan deb o'ylanyapman. Ota-onam bilan maslahat qilish kerak. Onamga aytdim, shunaqa bo'lib qoldi. Meni mayli bu o'rnashtirib beraman dedim. Keyin akalar bu eshikni ko'tarsa bo'ladi-yu deysizlarda, eshiklar akalar ko'tarilmaydi eshik. Eshik ko'tarilmaydigan bo'lib qo'ying. Nimaga desanglar, g'isht ushatirish uchun bu yerga oddiy taxta emas, temir qo'yilgan, temir. Taxtani chopib bo'lsa ham o'rnashtirsak bo'lardi. Akalar, temir qo'yilgan bo'lsa ham bu yerda ochiq santimetr, 1 santimetr, yarim santimetr ham emas, ochiq. Biz buni ramkani qo'yayotganda, iloji boricha tagidan ko'tarib, tagiga pona qistirganmiz. Mana g'ishtni ham chopganmiz akalar, mana sig'maganidan g'ishtni ham chopganmiz. Pishg'ishni chopganmiz. Buni iloji boricha tepaga mahkamlab, akalar pena siqqan joyiga sig'dirganmiz. Sig'magan joyiga mana ko'rib turibsizlar, mana joylarga santimetr ham zazor yo'q. Mana xolasizlar aka, bunday qilib ko'rsatib beraman men. Santimetr ham, yarim santimetr ham zazor yo'q. Ham agar bu tarafida mayli zazor ochiq bu yerda, ochiq deysizlar-ku. Akalar, turba tekis emas. Turba sal kruglay holatda bo'ladi. Mana uni tepasi tekis bo'lgani uchun plotni tushadi. O'rtasi tegib qo'ygan monanga. Turbaning o'rtasi buni tepasiga tegib qo'ygan, o'rtasiga. Ashuna hisobiga bu eshigimiz tepaga maksimal ko'tarilgan shu bo'ldi. Tegib qolyapti endi tagi. Nima maslahat berasizlar akalar? Nima maslahat? Nima endi bu nima qilish kerak endi buni? Men bilmadim, nima qilishni bilmadim. Men qilmoqchi bo'lgan narsam iloji yo'q endi shu penalarni bo'shatib turib, eshikni tashqariga ochiladigan qilib qo'yish kerak. Iloji yo'q boshqa. Chunki men betonni basroq qo'yganman, men mana shuni hisobini olib, iloji yo'q endi akalar buni. Tashqariga ochiladigan qilmoqchi edim o'zi hammasini. Lekin bu tashqariga ochiladigan bo'lsa, bu eshik mayerda turadi, mana shu yerda turadi. Tashqariga ochilsa, moznapayani yo'ldan chiqayotgan odamga xalaqit beradi. Kimdir chiqib kelayotganda eshikda bitta ochilsa, yuziga tegishi mumkin. Har xil holat bo'lib qolishi mumkin. Nima maslahat berasizlar akalar? Men o'pitim kelib chiqqan haligi tajribamdan kelib chiqqan holda shuni qilmoqchi bo'ldim. Men eshikni aylantirib qo'yishni boshqa iloji yo'q akalar. Bilasizlar, aytdim, tepani iloji boricha tepaga qadaganmiz biz. Iloji boricha. Endi boshqa iloji yo'q, yana bilmadim. Akalar, yana bitta iloji bor, lekin unga pul ketadi. Nimaga desanglar, biz buni shahardan olganmiz. Bu tayyor holatda bo'ladi. Biz razmerini o'lchab, uydan o'lchab ketasiz, u yerda razmerlari bo'ladi. Buni yasatilmaydi. Bizda yasatiladigan akfa ishchilari bor. Akalarga iltimos qilsak, akalar mana aynaga bilan mo temirnicha kaltaytirib beradi 5 santimetrga. Ashunda bizga yaxshi bo'ladi. Ashida ham bor. Akalar, video yakunlanib qoldi. Videoda davomini xudo xolasa ertaga qo'yamiz. Ota-onam bilan maslahatlashaman. Mana shu tepasini qirqib ko'ramiz. Boshqa iloji yo'q deb ko'raman. Agar ko'nishsa ko'ndi, bo'lmasa men aytgandek aylantirib qo'yamiz. Boshqa iloji yo'q. Agar sizlarda qanaqadir ideya bo'lsa, kommentariyalarga yozib qo'yishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa hammaga xayr. Obuna tugmachasini va podpiskani bosib qo'ying.